Eng xatarligi eng bexatar degandek natija qozonishqimi eng az qolgan vaqtning o'zida mag'lubiyatning xatarimi eng cho'ng bo'ldi. Masalan, biz maktablarda bizni oldigan 1000 tirib yugurish imtihoni yoki musobaqasining o'zida voz kechib o'tadigan yoki putirish pishqilib bitadigan yoki oylinib qoladigan ish nerda eng ko'p yuz berdi? 900 metrning o'pcho'risida eng ko'p yuz berdi. Nima ish bunaqa bo'ldi? Endi buni biz fizik nuqtasidan tadqiq qilsak, amaliyotdan butkul musobaning 10 dan 9 ni tamomlab bo'ldim. Faqat oxirgi 10 dan 1 kichkina yer qoldi. Biroq sening hissiyotingning nuqtasini epetgan vaqtning o'zida 900 metrda sen yerimni tugatding. Oxirgi 100 metri dal keyingi jon tikadigan yerimi deb his qilamiz buni biz. Shuning uchun dal oxirgi 100 metr qolgan vaqtimizda musobaqadan voz kechib o'tadigan, bel qo'yib o'tadigan yoki aylanib qoladigan, butkul bir şey qilib ketadigan ahvollar mushu doirada mushu 900 metrning o'pcho'risida eng ko'p yuz berdi. Yana amaliy turmushimizning nurg'un yoshlarning 3 yil nayt qizg'in romantik muhabbatlashib, eng oxirida to'y xatini olamiz degan kuni bir-biridan voz kechib, ayrilib ketadigan, chiqishamaydigan, bo'l deb sendan ayrılib ketdim, to'y qilmayman deydigan ishlar Mujundaq vaqtim ko'p yuz berdi. Shundan sizlarning amaliyotdan bo'lganmi? Men nurg'unlagan shirkatlarning xaridorlardan ko'rishib, tutishib, erta ham shirkatlar to'xtamga imzo qo'yyapti degan kuni kashda tuyuqsiz xaridorning qarori o'zgarib qoldi. O'zgarib qoldi bunalar. Hayotdagi eng cho'ng g'alaba mag'lub bo'lib ketgan tas qolgan vaqtning o'zida g'alaba qilish. Eng cho'ng mag'lubiyat g'albiga oz qolgan vaqtning o'zida voz kechib o'tish, bel qo'yib o'tish.